Birinchi bo'lib chuchvarani yeb ko'ramiz, buni chiroyliligini. Xullas, rosa zo'r chiqibdi. Manti qasqonimizni birinchi listida manti pishiramiz, ikkinchi listida chuchvara pishiramiz qarindoshlar. Birinchi bo'lib albatta manti qasqonimizni listlarini yog'lab olamiz qarindoshlar. 1 2 3 4 5 ana. Manti yonma-yon turganda bir-biriga yopishmasligi uchun mantini ustidan ham yog'lab yuboriladi. Ana, bay, rosa zo'r pishadi deya olasizlar. Ana endi chuchvara. Qarindoshlar, manti qasqonda pishgan chuchvara ezilmasdan dirkillab chiqadi, juda zo'r bo'ladi. Va albatta chuchvaralarimiz ustidan ham yana bir bor yog'lab olamiz. Manti qasqon tegini qo'yib olamiz. Suvning ustidan mana shunaqangi bulyon solamiz qarindoshlar. Suvimiz qaynab chiqdi qarindoshlar. Bay. Buni qaynashini qaranglar. Qasqonimizni qo'yamiz. Opa. Va 40 minutdan keyin ochamiz qarindoshlar. Yopamiz. Chuchvaramiz hamda mantimiz pishdi qarindoshlar. Bay. Buni qaranglar. Birinchi bo'lib chuchvarani yeb ko'ramiz, buni chiroyliligini. Asosiysi bo'kib qolmagan, haqiqatda dirkillab turibdi. Chuchvara sirli mana bunaqa sos bilan chiqishar ekan. Endigi navbat mantiga qarindoshlar. Har doim aytaman, mazasini to'laqonli his qilish uchun bitta butunlay yeyish kerak-da buni. Va mana. Bitta sharti bor. Bunaqa butun yeyish uchun og'iz ham katta bo'lishi kerak qarindoshlar. Kichkina og'izga yeb bo'lmaydi. Xullas, rosa zo'r chiqibdi. Qarindoshlar, aynan mana shu Chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan manti qasqonchamizni narxi atigi 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqam orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki o'zingiz eski Chin bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan Chin bozor do'konimizga kelib manti qasqonimizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin qarindoshim.